o'ylaysan qiz bor-ku? Ha, ho'kizdek qiz bo'ldim. Hali ham shu telefonda yotishdan charchamadim. Hali ham shu telefonda yotibman. Men tengilarning 2-3tadan bolasi bor. Hech bo'lmasa o'rnimdan turib, o'zimga bir ish-pish qarab, biror narsa qilsam bo'ladi, bir ishi uchidan tutsam bo'ladi-ku. Yo'q, men yotganim yotgan. To'g'ri nima bo'pti o'zi? Yo'q, men aytaman-da, o'zi hammasiga adam aybdorlar. Erkalatib o'rganlar. Vot, men ham shuni aytaman-da. Mashhading qildi san o'zi. Hey, eshityapsizmi? Gapir. Siz meni yoshimda nima qilgansiz? Siz meni yoshimda Toshkentga kelib, o'qib, uyimdagilarga og'irligim tushmasin deb ham ishlab, qancha ish qilgansiz. Siz shunaqa bo'lgansiz. Deyman, oyi, qarang. Lekin endi olib qaraganda sizlar ham ko'pchilik bo'lgansizlar-da, qaysi birilarga yetkazishgan. Men bitta bo'lsam, adil boriga shukr qizim. Lekin o'zingdan chiqqan baloga qayga borasan, davoga deb bekorga yetishmagan ota bobolarimiz. Men ham bir odam bo'lib qolarman, siz aytgandek.